Masalan, tunigan gaz balon keldi-da. Shuni 25 kun, 20 kunda kelishga iloji bormi shuni? Gaz balon 1 oylik 45 kun deb aytdi. Men o'zime shaxsan gaz baloni kel Qurbonov Botirboy 60 kunda keldi 3 safar qilsa, menga 45 kunda keladi dedi. Endi shuni 30 kun, 25 kunga tushirishga iloji bormi, yo'qmi? Bir savolimiz bor. İş ijtimoiyat bor, O'zbekiston eng og'ir ne? Shu yo'l temasi bo'yicha. Yo'l temasi bo'yicha. Yine görüp turganlarınızı deputatlar saylavundan aldığınız video syomka bu. Şunda bana deputatlarım yine olacak deputatlarımız bana vədə verdi. Üçü mesele boyunca ben deputat olsam görüp çıkamam. Başka yetemem de ben ad familiyam yazıp akkap. Net verir. Kanı? Yok. Hiç kanday cevap, hiç nerse yok. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Botir Qurbonov, Shovot tumani ijtimoiyat qishlog'i Nurafshon ko'chasida gaz balon ina 45 kunda keladi deb avvalgi safar 6 dekabr günüsü bana aytib berdi 3 adam. Ina bugungi chislo 1 fevral. 2 oy bo'ldi. 2 oy. 2 oyda kelgan balon bu ina. Men shunday masala bu yerda 2 oy deganda o'sha 6 dekabrda kelgan gaz balon. Endi bugun 1 fevral. Ina kelib turibdi. Buni yuqoridagilardan so'raymiz, ko'rib chiqib, bu 1 oyda kelishini. Ina shu nomeri bu ko'cha Nurafshon ko'chasi, ijtimoiyat qishlog'ida. Madaniyat mahallasida. Bu yerda suit bor, ovqat shu bilan netadi. Bu hech yetmaydi. 60 kunga yetmaydi bu. Yetmaydi. Yine ko'rib turganlarni shunday ahvol. Bu xalqda hammaga shu tarafdori ertaroq kelishini 1 oyda. Yana. Assalomu alaykum Murat. Yaxshimisiz? Qani endi sizga bir ikki savollarim bor meni. Avvalgi safar 6 dekabrda ko'rdingiz, bilasizmi? 6 dekabrda kelib 14 dekabrda kelsangiz. Endi siz qarang do'stlar. 14 dekabr dedi. Lekin bu gaz balon uyga kelgan kunisi 6 dekabr. Yine ish videoga o'tib, ish videoni men sinemat qilganim kunim sırası şu 1 saat içinde şu günüsü 6 dekabr günüsü men videorolikni YouTube'ga tashlaganman. Yine şu videoni ko'ringlar. Toshni, qani dalji davom etamiz. Şu bugun keldi, bugun kelganda 45 kunda endi keladi gaz balon. Qarang. Yine xalq aytib 6 dekabrda berildi. Bugun chisloni 1. Shunday kunchalik vaqtda 2 oyda kelish. Dekabrda 14 dekabrda berdim. Bizarda 14 dekabrda berdim. Bizara o'zi dekabrda 14 dekabrda berdim. Bizara. Ya do'stlar, sizlarga bir yerini tushuntirib beraman hozir. 14 dekabrda berdim deydi. Ish masalani sizlarga tushuntirib beraman. Lekin 6 dekabr kunisi gaz balon uyga kelgan. Aniq. Plan ishi degan 6 dekabrda uyga gaz balonni ekkelami? Ketadilar. Boradilar, yazıp через internet alaqa atchot topshirgan günüsü gaz balon berildi deb 14 dekabrga yoziladi ekan, alaqa yuborilgan günüsü yoziladi ekan. Vot. 2 oyda ketdi da bizlarga deputatlar aytadi 1 oydan kelish kerak dedi. 1 oydan kelish kerak dedi. O'zini men bilinmanligi. Ina men bilinmanligi. Esa kim biladi bu gaz balon, gaz teması bo'yicha bize so'rab turibmiz, talab etib turibmiz. 1 oyda kelish kerak deb. Bu mesela hozir 6 dekabrdan 14 dekabr necha kun bor bu yerda. Bugun xalq o'zini kisasidan Amerika borib qimmat narxda gaz balonga gaz solib yoqish kerak-ku, ha? Buni hech kim
inobatga olmaydi. В общем, bu aralıqdagi отчетni araqa yubergen geçeni. Yuqoridagılardan iltimos etib qolamiz. Şu meseleni ko'rib chiqishlarini sizlardan ham iltimos etamiz. Şu videoga ko'proq like bosinglar, чтобы yuqoridagi tashkilotlarga ham borsin. Ko'rsin, eshitsinlar bu videoni. Bu xalqni ishatib o'tirganini ina. Selkem 2 oy deganimda bir gaz balon bir semiyga yetmaydi. Bunun içinde 10, 12, 15 adamlı uylar bor. Yaxshi birlari bor 4, 3, 2 bir nede ailede. Ularga yetishi mümkün yaxshi 2 oyga bir gaz balon. Lekin xo'jalik oldular bu yerda. Ularga yetmaydi. Shularni inobatga olsinlar. Bir balonni nesine ikkinchi balonni qo'shib yuborib o'tirganlar bor ekan. Shu narsani hal etishlarni so'raymiz sizlardan. Agar bu hal bo'lmasa endigi safar, avvalgi safar 45 kunda keladi dedingiz. O'zingiz aytib edingiz menga. Ben endi gazni olib bilishimga qarang olmadim. Ben gaz masalanini olib bilsam, Tamam. olib bilsam erta kelib beraman. Bu vaqtlar erta kelib bergan vaqtlarim bor. Gazni olishimga qarab beraman. Men ham masalandan o'zim aytayim ben bu ishni. Gazni ertaroq olib bilsam. Hozir masalan şu bir balon hozir bugun keldingiz 1 fevralda. Endigisini endi qachon kelasiz? Endi men aytib turibman. Yo'q, bir ma'lum bir ne vardır axir. Palon vaqtda kelish kerak. Balon masalan 1 oyda kelish kerak. 50 kunda kelish kerak deb. O'zingiz ham hisoblab ko'ring. Yo'q, endi siz shuni aytib berishingiz kerak axir. Bu 45 kunda bo'lish kerak, necha kunda bo'lish kerak deb. 2 oyda ketib turibdi-da bu balon. Odam xalq bu o'shim qiynalib turibdi axir. Ayting Murod. Nurmetov Shomurat. Ko'p masala bo'lib turibdi. Gaz to'g'risida ko'p narsalar ochiladi endi bundan buyog'inda. Ina hozir bu masala bo'yicha O'zbekiston Prezident virtual qabulxonasini telefon etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasiga xush kelibsiz. O'zbek tilini tanlash uchun bir raqamini bosing yoki xizmatlar sifatini yaxshilash maqsadida sizning qo'ng'irog'ingiz yozib olinadi. Assalomu alaykum, Prezident qabulxonasi eshitaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Labbay. Ina Prezident virtual qabulxonasi bilan ham gaplashdik va Prezident virtual qabulxonasida bu qiz singlimiz menga Xorazm gaz ta'minotini nomerini berdi. Hozir endi bo'lmasa Xorazm gaz ta'minoti bilan gaplashamiz. Qani bo'lmasa telefon uramiz. Ne gap so'z hammasiga tushuntirib aytamiz. Alo. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hudud gaz ishladim Xorazmdan. Gaz ta'minoti qo'ying, Xorazm gaz ta'minoti. MCC. Qishloqlarga gaz tarqatadilar-ku. Suyuq gazmi? Ha, suyuq gaz propan. Aman. Balonli. Shu balonli gaz bir balon to'ldirib aytgandan keyin necha kunda keladi yana bir balon? Hozir 45 kundan aylab turibdi, 45 kundan taxminan. Asa mendan shikoyat yozasizmi, jalb yozasizmi, bir narsa yozasizmi? Shovot tumani ijtimoiyat qishlog'i Nurafshon ko'chasidan. Hozir qisqaminda buraya yozib olaman hozir. Aha. Ko'rib turganlaringizdek, Xorazm gaz ta'minoti premyerni 45 kundan aylanib turibdi deydi. 45 kundan. Bu gaz balon bizlarga 54 kunda kelib turibdi. Bunga kim javob beradi? Iltimos sizlardan shu masalani ko'rib chiqishlarini ko'proq like bosinglar, yuqoridagilarga yetib borsin. Sizlar bilan men Botir Qurbonov.
Paka paka.